O'zbekistonda biz aytdikki, barcha tabiiy resurslar bor. Bu tabiiy resurslarni ishlatish uchun juda ham katta texnologiyalar kerak. Bu texnologiyalarni yetuk ilmli kadrlar, yetuk ilmli mutaxassislar ishlata oladi va ular yangiliklar yarata oladi va ular bundan yangi mahsulotlar yarata oladi. Agentlikning asosiy vazifalaridan biri bu respublikamizdagi mavjud barcha ta'lim tashkilotlari, xususan o'rta maxsus, kasbiy, oliy va oliy ta'limdan keyingi ta'lim tashkilotlari kompleks hamda maqsadlar akkreditatsiyasidan o'tkazishdan iborat. Xuddi shu maqsadda Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiya universiteti jamoasi ham agentlikka o'zining 12 ta ta'lim dasturi bo'yicha arizasi bilan murojaat qilgan. The accreditation process is the Akkreditatsiya jarayoni bu mahalliy va xalqaro ekspertlar hamkorligida universitet hujjatlarini atroflicha ko'rib chiqadigan keng qamrovli tizimdir. Bu jarayon yakunida O'zbekiston Milliy ta'lim sifatini ta'minlash agentligi tomonidan tegishli muvofiqlik xulosasi beriladi. Ekspertlar guruhi dastlab universitet taqdim etgan barcha hujjatlarni sinchiklab o'rganadi. Shundan so'ng bevosita oliygohga tashrif buyuradi. O'zbekiston universitetlarida ham akademik sifatga erishish uchun mahalliy hamkasblarimiz bilan hamkorlik qilishga va ularni doim qo'llab-quvvatlashga tayyorman. complete.